Cheksiz qudret egisi, barcha güzellikler, isil xuluq, fazilatlarni barpo qiluvchi, mehr muhabbat, uns ulfat, shon sharaf, izzat hurmatga o'xshash yaxshi xislatlarni insonlar orasida yoyg'uvchi, odam bolasini hurmatli bo'lishdan iborat eng qimmatli ne'matlar bilan musharraf qilgan ulug' Robbimiz ustiga dastlab mangadigan to'pidan farishtalarning sajda qilishiga loyiq bo'lgudek eng hurmatli maxluq insonni yaratdi. Shundaqla uning hurmatining dafsanda qilinmasligi, insonlar orasidagi munosabat muomalalarda shu hurmatni o'z beti saqlab qilish uchun insonlarning foydasiga bo'lgan ko'plagan qoida prinsiplarni belgiladi. Bu prinsiplarga rioya qilganlar Alloh ato qilgan u ne'mat orqali dunyo oxiratdagi martabasini texmi yuqori ko'tara oladi. Kimiki u cheklamalarga qarshi chiqsa, o'z izzat hurmatini yo'qotib qolmasdan, ba'zida hatto boshqalarning haqlariga ham tajovuz qilish orqali ularning hurmatini yo'q qilish, obro'yining kelinishiga sababchi bo'lib qoladi. Bugungi suhbatimizda bu turdagi buzg'unchiliklarning eng qabihlaridan biri bo'lgan boshqalarni masxara qilish haqida qisqacha to'xtalamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Yuqorqi oyatda Alloh taolo mo'minlarni boshqalarni masxara qilish, boshqalarni sat laqamlar bilan chaqirishdan iborat nachar qilmishlardan to'sidi. Bu qilmishlarning fosiqlik va jahiliyatning alomatlaridan ekanligini bayon qilib, alohida ogohlantirdi. Oyatning tafsiri haqida Ibn Kasir rahimahulloh mundaq deydi. Bu oyatda Alloh taolo boshqalarni masxara qilish, ularni kamsitishdan to'sqan bo'lib, bu mazmunni Payg'ambar alayhisolamning munu hadisi texmi ta'kidlaydi. Kibr bo'lsa haqqa cho'ngchilik qilish va boshqalarni kamsitishdir. Bu hadisda ko'zda tutilgani bo'lsa boshqalarni kamsitish, ularni masxara qilish bo'lib, bu harom qilingan qilmishdir. Balki kamsitilgan kishi kamsitkuchiga qaraganda Allohning nazarida yaxshiroq bo'lishi mumkin. Alloh taolo Surah Humazada ham buning qanchalik qabih qilmish bo'lganligini, sodir qilguvchini ig'ir azobga duchor bo'lganligidan xabar berib, kishilarni ayibligüchi suxanchilarning holiga voy deydi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu oyatdagi "Vala talmizu anfusakum" bir-biringlarni ayiblamanglar deganlik boshqalarga ta'na qilib so'z qilishni ham ko'rsatadi deydi. Mavdudi rahimahulloh oyatning sharhisi ustida to'xtalib mundaq deydi. Alloh taolo bu oyatda ijtimoiy jamiyatdagi kishilar orasidagi munosabatlarni buzadigan illatlardan yiroq turishga buyurish bilan birga, bu illatlarning kishilar aro bir-birining izzat obro'yiga daxl yetkazish, boshqalarning ko'nglini ranjitish, bir-biridan gumonlanish, ayib nuqsonlarni aytishga o'xshash o'zaro adovat paydo qilib, jamiyatda ig'ir buzg'unchilik, qalaymaqonchiliklarni paydo qiladigan asosli omillar ekanligini bayon qilgan bo'lib, bu oyatlar shundaqla mushu mazmundagi hadislardan islom dinining kishilik izzatni qo'g'dash qonunining qanchalik radlik va mukammal ekanligini ko'rib olamiz. Amaliyotda g'arbning kishilik izzat obro'yini qo'g'dashga aloqador qonunlari shunchalik yuzaki ekanki, ba'zida kishilar ularning da'vosi bo'yicha yo'l tutganda o'z izzat obro'yini texmi bakrak yo'qotib qo'yishi mumkin. Dal aksicha islom qonuni bo'lsa, kishilarning izzat obro'yini qo'g'dashga alohida ahamiyat beradi. Mayli bir kishining izzatiga qilingan hujum amaliyotni asos qilgan, ya'ni obro'y daxliga uchirgan kishi boshqalarning nazarida rostilla shundoq sifat va salohiyatli kishi bo'lsin va yoki undoq bo'lmasin, qandoq bo'lishidan qat'iy nazar hech qanday bir kishiga yana bir kishining obro'yiga hujum qilish huquqi bermaydi. Bir odamning yana bir odamni kamsitishning o'zila uning jinoyatchi deb hukm qilinishiga yetarlik bo'ladi. Agar buning shar'iy asosi isbotlanmagan ahvolda uning gunohkorligi muayyanlashgan bo'ladi. Masxara qilish deganlik faqat og'zaki so'z bilan masxara qilishni emas, balki birovni do'rash, ishorat qilish, birovning so'zi, qilgan ishi, kiygan kiyimiga va yoki chiroy shakliga kulish hamda boshqalarni kuldirib, ularning diqqatini tortish uchun birovning ayib nuqsonlariga diqqat tortish qatorliq ishlarni ko'rsatadi. Bu yerda man'iy qilinayotgani mayli qandoqli shakl bilan bo'lsin, birovni mazoq qilishdan iboratdir. Chunki mazoq qilish cho'qim o'zining nihoyat kattaligini ko'rsatib, boshqalarni kamsitish, kichik ko'rish hissiyotidan maydonga kelgan bo'ladi. Shunga bu axloqiy jihatdan intayin nachar ish bo'lib, buningdan yana boshqalarning qalbiga azor berishmi kelib chiqadi va mushu sababdan jamiyatda buzg'unchilik maydonga keladi. Dal mushu sabablar tufayli bu xil qilmishlar harom qilingandir. Oyatdagi erlar bilan ayollarning ayrim-ayrim tilga ilinganligi qandoqdir erlar ayollarni, ayollar erlarni masxara qilsa bo'ladi deganlik bo'lmaydi. Aslida ayrim-ayrim tilga
çelinişlik sebep bolsa, İslam dini ezeldilla ayollarning aralashma sorunlarini asla qo'llamaydi. Bir-birini mesxir qilish asosan shar'iy hayosiz o'ltirishlarning mas'uli bo'lib, bu yerda islom nomahram ayollarning bir yerga to'plashib, kulki chaqchaq qilib o'ltirishiga qilcha imkon qoldirmagan. Shunga biror sorunda erning ayolni mesxir qilishi yoki ayolning erni mesxir qilishi islom ijtimoiy jamiyatiga nisbatan tasavvurdan to'liq yiroq bir ish hisoblanadi. Oyatda ishlatilgan lamaza degan so'z ayiblamak, do'q qilmak, malomat qilmak degandan boshqa yana nurg'un ma'nolarni o'z ichiga oldi. Masalan, ta'ni qilmak, so'z cho'chak qilmak, tuhmat chaplamak, qarshi chiqmak, ayib izlamak, oshkor yoki maxfiy ishoralar bilan boshqalarga azor bermak. Bu qilmishlar o'zaro munosabatni buzib, jamiyatda buzuqchilikni keltirib chiqaradigan bo'lg'achqa, Alloh taolo ularning hammani harom qilgan. Ilohiy kalomning badiiyligi shu yerdagi yuqorida la talmizu ba'dakum ba'da, ya'ni bir-biringlarga ta'ni malomat qilmanglar deyishning o'rniga la talmizu anfusakum, o'zinglarga ta'ni qilmanglar degan so'z ishlatilgan bo'lib, bu so'zdan boshqalarni ayiblab ta'ni qiladigan kishilar aslida o'z-o'zini ayiblab ta'ni qilishidi degan hukm o'zligidan kelib chiqadi. Shunisi aniqki, har qanday kishining qalbida birovga qarshi yomon tuyg'ular yig'ilib portlashga tayyor bo'lmaguncha uning og'zidan yomon so'zlar chiqmaydi. Shunday qilib o'z vujudida bu xil hissiyotni parvish qilayotgan odam birovdan ilgari o'z nafsiga yomon illatni tunutgan bo'ladi. Shunga uning boshqalarga hujum qilganligi boshqalarni o'ziga hujum qilishiga chaqirganligidir. Ammo birovning fazilat bilan boshqalarning zarbisini javobsiz qoldirib, buptu qilib o'tishi ayrim masala. Undaq bo'lmaganda tilini nashtardaq qilib o'zgaga hujum qilgan kishi amaliyotda o'zganing shundaq hujum qilishi uchun darvoza ochib bergan bo'ladi. Buningdan maqsad shuki, kishini u yaxshi ko'rmaydigan yoki u norozi bo'ladigan kamsitish va ayiblash xarakterdagi so'zlar bilan atamaslik lozim. Masalan, birovni munofiq yoki fosiq deyish, to'kur yoki qarg'u deyish birovga uning aybi yoki ota-ona, oila jamiyatining aybi bilan laqam qo'yish, jamiyati, millatini to'van ko'rsatadigan ismlarni qo'yish qatorliqlar mush hukmning ichiga kirdi. Ya'ni musulmon turuqliq yanala lo'kchak qilish, eg'izi buzuqlikda nom chiqarish har qanday bir mo'minga nisbatan eng ayb hisoblanadigan ishdir. Navoda bir kofir boshqalarni masxir qilishda, bo'lishiga gap yo'rg'ilitishda, kishilarga xilma-xil nom atoqlarni qo'yishda nom chiqargan bo'lsa, garchi bu insoniylik nuqtasidan yaxshi ko'rilmaydigan ish bo'lsa-mu, hech bo'lmaganda uning kofirligiga mos keladigan ish bo'lib hisoblanadi. Biroq bir musulmonning Allohning rasuliga oxirat kuniga iymon etgan turuqliq undaq rezil sifatlar bilan nom chiqarganligi o'lishga arzigudak nomusliq ishdir. 1933-yili vatanimizda qurilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining diniy ishlar ministri Zarib Qarajim bu oyatning tafsiri haqida to'xtalganda mundaq deydi. Musulmonlar agar Allohning bu so'zidan voqif bo'lib, uningga loyiqida amal qilgan bo'lsa edi, bir-biri bilan qarshilashmagan va jidallashmagan bo'ladi. Hukumat idorasiga bir-birining ustidan arz qilishib, obro'yini to'kishga harakat qilmagan bo'ladi. Bo'hton va chiqimchilik bilan musulmon birodarini hukumat idorasiga shikoyat qilib, azor yetkazishni ravo ko'rmagan bo'ladi. Agar musulmon Allohning kalomi va payg'ambarining so'zini o'zi uchun hayot dasturi qilganda, ondan musulmonlar orasida muhabbat va urush paydo bo'lib, adovat va munofiqlik ko'tarilib, mo'minlar bir tan, bir jon bo'lgan bo'ladi. Navoda musulmonlar boshdan tortib bu ma'nodan g'ofil bo'lganliklari uchun bir-birining ziniga harakat qilib, hamma joyda o'z oralarida talash tortish va jidal majrolarning bag'an siri ko'payib ketayotganligini bayqisa, hamda Alloh taolaning so'zidagi hukmga amal qilib, mo'min birodarlarga, balki o'z jinining o'rnida bo'lgan dindoshlarga azor berishdan saqlansa va ularga yaxshilik qilishdan boshqani ravo ko'rmasa, shak shubhisizki muqaddas dinimiz islom kundan kunga aziz bo'lib, musulmonlar bag'an siri taraqqiy qilgan bo'ladi. Va la tanabazu bil alqab, bir-biringlarni yomon laqab bilan chaqirmanglar. Musulmonlarning bu oyatdan ham pand nasihat elishi vojibdir. Chunki Turkistonning sharqiy va g'arbida musulmonlar orasida bu ish nihoyat keng tarqalgan. Xususan Qashqarda laqamsiz ism chaqirmaydi. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Iymonga kirgandan keyin fosiqlik bilan atash va uning bilan mashhur bo'lish mo'min uchun nima degan yomon batnom. Bundaq cheklangan ishlardan yonmagan kishilar o'zlariga zulm qilg'uchilardir. Ular bu orqali o'zlarini Allohning g'azabiga duchor qiladi. Yuqorqi tafsir va sharhlarga qaraganimizda shuni aniq tushunish mumkinki, boshqalarni masxir qilish to'liq og'ir jinoyatdir va bu jinoyatning har xil sodir qilinish holatlari mavjuddir. U qandaqdir bir kishini tillashla emas, insonning boshqalarni tuvan ko'rish uchun elib borgan har xil mansitmaslikni ifodalaydigan ishoralari, masxirlik kulishlari, takabburona qiliqlari va bugungi kunda kishilar eng oson, hech aymanmasdan boshqalarning obro'yini to'kish, masxir qilish fursatlariga erisha oladigan sotsial media so'rinlaridagi hayosizlarcha boshqalarni haqoratlagan mazmunlar, yozilgan yozmalar, loyihalangan suratlar, maxsus ishlab tarqitilgan videolar, hatto ishlatilgan belgi, ishorat va har xil chiroy ifodalari, emojilardan boshlab bu turga kirdiganligini tushunib yeta olamiz. Imom Ibn Qudam rahimahulloh boshqalarni masxir qilishni tilning ofatlaridan sanab kelib mundaq deydi. Boshqalarni mazoq, hajviy qilish ba'zida
ba'zida og'zaki yoki harakatlik davramchilik bilan, ba'zida imo va ishorat bilan bo'ladi. Bularning hammasi shar'an cheklangan. Qur'on Karim va Rasulullohning sunnatida nahiy qilingandir. U til ofatlaridan bir qatorida so'zlaganda og'zini, yuzini har xil ushlab, burab, gapdallik qilish va dabdabilik so'zlarni qilish uchun zo'r qilishni ham ofatlardan biri sanab bu hadisni zikr qildi. Payg'ambar alayhisalom bundoq degan: "Men eng o'chkurdigan va qiyomat kuni mendan eng yiroq bo'ldiganinglar, axloqi eng yomoninglar, gapi to'la va dabdabilik so'zlar bilan gapni uzatadiganinglardir. Bilginki, ayiblash purqi bor har qanday so'z g'ayvatdir. Bu og'zaki bo'lsin yoki ko'z imosi, qo'l ishorati va qalam kinoyasi kabi shakllar bilan bo'lsin, hammasi o'xshashdir. Chunki qalam mushkitilning biri hisoblanadi. Aziz qarindoshlar, dunyo oxiratlik nijotligimiz ko'p ahvollarda tilimizni qanday boshqarishimiz bilan munosabatli bo'lib qoldi. Ba'zida ochiqimizni kontrol qila olmay yoki qarshi tarafning yo'lsizligiga chiroyli sabr bilan muomala qila olmay, boshqalarga azor berib, ularga til tekkizib qo'ydigan ishlar sodir bo'lib qolishi mumkin. Ammo unutmasligimiz kerakki, bu sodir bo'lishi qolay bo'lganga o'xshash, oson huddisidan chiqa oladigan, hisobini bilalaydigan kichik gunoh emasdir. Bu jinoyatning qanchalik qabihligini bayon qilgan ustoz Nuriddin Yildiz uni mundaq bir o'xshatish bilan ifodalaydi. Islomda haroq ichish harom qilingandir. O'xshashla boshqalarni masxara qilish, ularning izzat hurmatiga til tekkizish ham xuddi bir musulmonning yana bir musulmon qarindishi ustiga maynat haroqni to'kkini bilan o'xshash qilmish hisoblanadi. Shunglashqa biz tilimizni harom qilingan haroqdan qanchalik yiroqqan bo'lsak, uningga o'xshash hukmdagi boshqalarni masxara qilish, haqoratlash, har xil usullar bilan bu xil jinoyatlarga ularni tarqitish, ham bahrlash, qo'llash orqali shirk bo'lib qilishdan qattiq hazar aylishimiz, tilimizga hokim bo'lishimiz kerak. Bu orqali biz Allohning g'azabidan yiroq bo'lib qolmay, Allohning bizning ayiblarimizni ham yepishi, izzat obro'yimizni himoya qilishiga muyassar bo'la olamiz. Payg'ambar alayhisalom bunday deydi: "Kimki tilini yomon so'zlardan to'xtatsa, Alloh uning aybini yapadi." Aziz qarindishim, balki siz men boshqalarni masxara qilmayman va yoki mendan boshqalar azor yemaydi debla o'zingizdan xotirjam bo'lib qolishingiz mumkin. Ammo islom jamiyatida bu nachar illatlarning yeyilib, jamiyat tartibining buzilmasligi, kishilarning izzat obro'yini qo'g'dash uchun sizga ham alohida mas'uliyat yuklaydi. Ya'ni sizning bu qilmishni bevosita o'zingizning qilmasligi kifoya qilmaydi. Balki siz bor bo'lgan har qanday bir o'rinda yana bir qarindishingiz masxara qilinsa, yuz obro'yi to'kilsa, uning obro'yini qo'g'dashga, uni himoya qilishga buyuradi. Payg'ambar alayhisalom bunday deydi: "Kimning qishida bir mu'min xorlansa va u kishi u mu'minga yordam berishga qodir turib yordam bermasa, Alloh taolo u kishini kishilarning orasida xor qilib o'tadi." Rasululloh yana bir hadisda bunday deydi: "Kimiki bir mu'minni uni ayiblig'icha munofiqdan qo'g'dab qolsa, Alloh taolo qiyomat kuni uning tinini do'zax o'tidan qo'g'dab qoladigan bir farishta avatidi." Aziz qarindishim, har inson hurmatli yaratilgandir. Garchi u inson sizning nazaringizda qusurliq va yoki har xil ayib nuqsonlari bo'lgan biri bo'lsa-mu, u cheksiz shafqat va mehribonlik egasi Allohning bandisidir. Bandisiga onaning o'z bolasiga mehribon bo'lganidan bakra kuyimchan Rabbimiz, balki u siz yoqtirmagan qarindishingizga o'zini tuzitib olishga bir fursat berib, uni isloh qilib etsa, u Allohning eng yaqin bandalaridan bo'la oladi emasmi? Agar u kishi aslida siz to'nigandek emas, Allohning vali bandalaridan biri bo'lib qolsa-chi, bu vaqt siz Allohning do'stlarini ayiblash, masxar qilish orqali u zotga ham azor berib qo'ygan holatingizni tasavvur qilib baqing. Hurmatli qarindishim, o'zingizning dunyo oxiratlik saodati, dunyoda boshqalarga azor berish orqali fosiqlik alomatlarini o'zingizga yuqtirib olmaslik. Shundaqla Alloh taolaning sizning ayiblaringizni ham echib tashlamaslikmi? Qiyomat kuni bo'lsa, hammadan quruq qilib, ziyon tortquchilardan bo'lib qolmasligingiz uchun har vaqt ehtiyot qiling. Alloh taolo barchamizni tilimizning yomonliklaridan, qarindoshlarimizga zulm qilib qo'yishdan saqlasin. Tilimizni Allohning zikri bilan mashg'ul qilib, qalbimizni qarindoshlarimizga bo'lgan o'chmanlikdan tozalab, o'zining muhabbati bilan go'zallashtirib bersin.